Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Carozi. Washington'da sözleyimiz vatandaşlara. Bugünkü islağa 2024 yıl 4. ayının 25. günü. Tünügün 23 depti men keçirenler. Tünügün 24 iken bugünkü islağa 25. Heptige Peyşembe hürmetli vatandaş. 2 günden biri sözleyatkan sözlerimizi vatandaşım Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Joe Biden hükümetinin yuqori darajalik amaldori, yani Devlet İşleri Katibi Antony Blinken Beijing'de ziyarette buluvatıdı vatandaşlar. Şununla münasebetlik biz leksiya sözlep geldik. Bugün hem sizlerge şunu devir kılgan alda leksiya sözleyimiz vatandaş. Bunun da evvel kısa haberlerden biri. Huzurlanlar vatandaşlarım. Kısa haberlerimde Amerika Qo'shma Shtatlari Antony Blinken Reis Xi Jinping bilan ko'rishganda Prezident Joe Bidenning Jungoni ziyorat qilish to'g'risida to'xtaldi. Ekranda mundaq bir cümle. Devlet İşleri Katibi Antony Blinken beliga xanjar qistirib Jungoga ziyoratga keldimi? Amerika Jungo banklarining dollar ishlatishini cheklash planı tuzyapti. TBS 4. ayının 21. günü yutup. Bunun da mesela Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden Jungoni ziyorat qilamdi. Yoki Jungoni ziyorat qilishi to'g'risida. Shu narsa ko'z oldingizga keldi vatandaş. Bu qatimki Devlet İşleri Katibi Antony Blinkenning Beijingni Jungoni ziyorat qilishi diplomatiya qatlamida, tashqi siyosat qatlamida, diplomatlar faoliyati qatlamida elib berilgan ziyorat desiniz. Endilikda agar mushu xabar rost bo'lsa, ya'ni Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bu qatim Jungoni ziyorat qiladi deyilsa ham ziyorat qilsa vatandaş, bu qatim Devlet İşleri Katibi Antony Blinken Beijing'de barliq taylikni echivitidi dediysiniz bu vatandaş. Mush taylikni echivitib barliq masalalarni hal qilishning chorasiga izlanadi dedi vatandaş. Shundaq bo'lgan mushundaq bir payti masalalar echilib, u masalalar to'g'risida Amerikaning maydoni o'ttirg'a qo'yilib, Jungolik apandilar rahbarlar yoki o'zining maydonini ta'kidlab, mushundaq bir nuqtaga kelganda hozir Shanghai, Hong Kong Sumro televiziyasi, Jungoning televiziyasi bor. Shuningda Shi ismli, Shi familiyalik bir obzorchining so'ziga asoslanganda men tunigan sizlarga dedim, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'ttirisidagi suhbat endi oxirlashadi. Ya'ni suhbat bo'lib tugadi, endi yig'ish turadigan vaqt keldi degan edi tunigan Shi familiyalik Sumro televiziyasining obzorchisi. Bugün hozir Mayada bu gap çıktı mesela Prezident Joe Biden Jungoni ziyorat qildi. Bundan boshqa hozirlar bu xabar Amerikada nashr qilingan Wall ko'chasi gazetining xabari bo'libmi yoki uning televiziya xabari bo'libmi o'ttirg'i chiqdi. Bu yerda ishlar intayin murakkab vatandaş. Ondan yarmad nima dedi? Mesela Amerika Qo'shma Shtatlari Devlet İşleri Katibi Antony Blinken beliga xanjar qistirib Jungoga ziyorat qildi. Agar suhbatning jarayoni balki eng oxirgi suhbat ultimatum shakllik fikr bayon qilish bilan oyoqlashadigan suhbat bo'lishi mumkin deb faraz qilamiz vatandaş. Ikkinchi, ekranda Xi Jinping urush qilishni tanlab oldi. Asli mavzu Xi Jinping
Devlet İşleri Antony Blinken'e Amerika Qo'shma Shtatlari nimalarni deyishi mumkin? Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi Antony Blinken'ga nimalarni deyish mumkin? Beijing qatorliq joylarda g'alati ahvollar ko'rilmoqda. Biror voqea yuz berishi mumkinmi? Ümit Sadosi 4-ayning 25-kuni. Ekranda munosabatlar nol nuqta kelib to'xtadi. Oxirlashidir dedik, oxirgi suhbat dedik. Hozir endi munosabatlar nol nuqta kelib to'xtadi. Chunki Amerika hamma ishni, hamma taglikni oshkoralab suhbatlashdi. Mana. Bu takrorlanadi qayta vatandosh bugun qandaq masala bo'lsa, bir obyekt, bu bir masala sening oldinga qo'ydim. Bu bir masala sening oldinga qo'ydim. Oldin qo'yib o'tadigan ish yo'q, tamam. Endi bu vaqt tugadi. Bugun qaror qilsa. Ya ma'qul deysan, ya yo'q deysan. Tushundingizmi? Hozir shu darajaga yetgan ana mushaqqatlik jarayon, mushaqqatlik suhbat jarayoni deyilgan. Suhbatlashidi. Hammani oshkorlab, o'ttirib qo'yib suhbatlashidi. Chunki Kompartiyasi ishdan avval qizil siziq sizdi. Esingizda bor, bu qizil siziq mandaq edi-ku. Birinchi Tayvan masalasi. Ikkinchi demokratiya, kishilik huquq masalasi, kishilik huquq Tibet, Hong Kong, Uyg'uriston masalasi. Uchinchi yo'l siyosat, ya'ni ijtimoiy tuzum masalasi. To'rtinchi Jungoning taraqqiyot huquqi. Ushtu masala bu Jungolikning maydoni. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijing kelishdan burun Jungo mushini o'ttirib ko'tarib chiqdi. Shundaq dedi, biz mudofaa huquqini uramiz dedi. Bu mudofaa huquqini uramiz degan gapni ham Shinxuaga tarqatdi, ham Yarishar vaqt gazeti tarqatdi. Shunami? Endi deymizki, mana Jungo Kompartiyasi ishdan avval qizil siziqni sizdi. Amerikaning xo'jayinligiga bardoshlik berolmadim deb bishorat berdi. Adamizmi? Jungo Kompartiyasi Amerikaning xo'jayinligiga bardoshlik berolmadim deb bishorat berdi. Shishanning ko'z qarashlari. 4-ayning 25-kuni yutib. Bu Shishan kim? Yangi Tangliklar televiziyasining obzorchisi. Hem riyosatchisi. Deydi, Amerikaning xo'jayinligiga bardoshlik berolmadim deb bishorat berdi Jungo Kompartiyasi rahbarligi. Ya'ni bir ekranda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning zankishlik ushurdi. Irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning zankishlikka uchirdi. Safarga chiqishdan burun 23-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi 23-yillik kishilik huquq dokumentini e'lon qildi. Shu dokumentda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Uyg'ur kishilik huquq va yoki genosid soyqirma duchor bo'lgan millatdir. Uyg'ur insoniyatga qarshi jinoyatning ziyonkashligiga uchragan millatdir. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mushu dokumentda shundaq dedi vatandosh. Shundami? Hozir bo'lma ekran olibdi. Bu ekranning egisiga misolli xabarlar Tayvanning 4-ayning 25-kuni yutib. Prezident Joe Bidenning eng oxirgi quroli. Bunday emas. Amerikada eng oxirgi qurol, eng boshlab qurol deydigan. Başlap kural deydigan kural olmaydı. Kural hem işte ya Amerika'da vatandaş. Hazır bir yerde neme deydi? Prezident Joe Biden'ın en ahırki kuralı Amerika Jungo bankalarını imborga qilishni planlavatıdı. Dollar işletişini çektirmekçi bulavatıdı. Bunu neme dedik? Jungo istat tamam tügey dedik o vatandaş. Jillinning dunyoga nazari 4-ayning 25-kuni. Mushu nuqtada bir narsa izohat shaklida sizlarga aytib qo'yaylik vatandoshlar. Jungo Amerikadan nurg'un zoyim sotib olgan ekan. Bu dollar desangiz bo'ladi. Bu zoyim davlat zoyimini sotib oldi degan gap. Bu ham dollar ham zoyim.
Hani şundak bir banka münasebetleri buldu ekende. Hazır Cungo ha dese şu dollarını bazarga çıkarıp, yani şu zayımını bazarga çıkarıp setip, Amerikaga tahdid selavatdı, okuluvatdı, bokuluvatdı degen tahliller tolu kep kettan da tahlilchiler öz dedi. Bunda kılganda bu ziyanını evvel Amerika emas, Cungo özü tartıdı deb xulos chiqarganlar bo'ldi vatandaş. Agar aşı geplarni asas qilib, material qilib, bugun biz bu şekildeki, mesela dollar işiltishini cheklavyotdi degan bu şekildeki hüküm bilan selif turib, bunu biz ham hükümleydigan bo'lsak, bu kunda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlati yoki Moliya Ministerligi Jungoning dollar ishiltishini cheklasa yoki Jungoning banklarini embargo qilsa, undaqda Jungo Kompartiyasi Amerika zayumini qanday qilib bozorga olib chiqa olishi mumkin? Men bu yerda savodsiz fikr qildim ya vatandosh. O'ylab ko'ring vatandosh. Bugun bu leksiyani qisqaroq so'zlayman, sababi bir yangi kamera olib ishlatgan edim. Tünügenki leksiyani 1 saat 5 minutda mangdirdim. Şunu bugun qisqaroq so'zlab leksiyani tiz mangdiramdim, asa mangdiramdim, kameramni bir sinab baqay dedim. Birinchi leksiyam oxirlashdi vatandoshlar.